butun dunyo bo'yicha xavfsizlik xizmati idorasi, tashkiloti mustahkam bo'lsa, davlat mustahkam bo'ladi. Qaysiki davlatda xavfsizlik idorasi kelayotgan xavfni chegaraga kelguncha g'aflatda qolsa, mag'lub bo'lishga muqarrar. Xavfsizlik xizmati xavf chegaraga kelguncha aniqlab beradigan tashkilot. Bugun xavfsizlik tashkiloti faqatgina chegara, hudud emas, faqatgina poraxo'r bilan kurash emas, yoki faqatgina narkotika emas, terrorizm emas, bugun axborot, kiber xavfsizlik davlatning ustuni, davlatning tayanchi, davlatni davlat qilib turadigan tashkilot ekanligini dunyo ko'rsatdi. Kechroq davlatning xavfsizlik xizmati kuchli, qattiq turibdi. Tarixi bor, qattiq turibdi. Qaysidir xavfsizlik xizmatda degradatsiya bor, davlatda degradatsiya bor. Shuning uchun sizlar hazilakam kasb, sizlar hazilakam vazifa, hazilakam yo'nalish tanlamadingiz. Nimaga buni aytyapman? Men bu tashkilotda ishlaydiganlar bilan ham suhbat bo'lishdan manfaatdormanki, ilmiy salohiyat kuchli ularda, tajriba kuchli ularda. Haqiqiy bu soha vakillarini vazbilligiga hayron qolganman. Donishmandligiga hayron qolganman. Arqoni uzunligiga hayron qolganman. Abdulla Qahhor asarlarida so'zlar shunday edi. Chorpoyani bittasini olsang og'nab qoladi. Ortiqcha so'z yo'q edi deganda, bu soha vakillarida ortiqcha so'z yo'q. Bu nimada? Ko'p o'qigandan, ko'p kuzatuvdan va tug'ma talab.